kuniga xayrli kech, yaxshiliklar, qandaydilar. Bolam uxlatib, o'zimcha ish qilishga tushib ketdim. Baribir ko'p ishlarim qolib ketdi. Orada necha bolam yig'ladi, kirib chiqdim. Oilada juda oshchilik biz. Hozircha bitta farzandim bor. Baribir bitta farzand bo'lsa ham hamisha o'sib ketgan odam. O'zimcha ish qilishga tushib ketdim. Baribir ovozini eshitishlar bolam rosa yig'lab qaysarlik qilishadi. Ondan keyin yarimgacha bo'lsa ham tozalab oldim har xil. Uyimda pechka bor, pechqarida shuncha tez tozalanmasa hamma joy qorayib, chang bo'lib ketadi. Aytganda birinchi marta zo'r bilan ovozimni yozyapman. Ba'zi hayajonli bo'lar ekan. Bugun shaharjoydan kelin bo'lganman. Qishloqqa ya'ni Qirg'izistonga qo'yilgan keyin ish qilaman. Baribir qishloq hayoti bilan shahar hayoti o'rtasida ham katta farq bor. Lekin hammasi uchun Allohga shukr. Ishda qilishligimizdan hammasi yaxshi menda. Ularni boshqa ishlarni kun uxlamaydi, o'zini turib ola qoladi.